Va nihoyat ishdan kelyapman. Ya'ni shahardagi o'zimning biznesimdan kelyapman. Shuncha yoqda mana shunday qo'ysammikan yo mana bunday. Menimcha mana yaxshi. Barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Michael. Yangiligina tandirdan uzilgan issiqqina videomizga xush kelibsizlar. Hoy, Jidel chaqiryaptim. Michael, sen meni ortimdan yur. Bitta g'alati narsani topib oldim. Qanaqa narsa ekan o'sha? Yashirin bunkerga ham o'xshaydi. Qanaqa yashirin bunker, Jidel? Menga ishonmayapsanmi? Endi bilmadim-da, sen yashirin bunker deyapsan-ku. Bo'pti, ko'rsatchi. Ortimdan yur unda. Tak, Jidel biz qayerga ketyapti ekan? Yaxshilab qayoqqa ketyapmiz o'zi, Jidel? Mana bu yoqqa yur. Adashib ketib qoldim. Hop, mayli. Xo'sh, bu yer nima bo'ldi? Berkin. To'g'ri aytibsan, Jidel. Men bu yaramiz qishloqlarni va qishloqni taktika bilan yo'q qilaman. O'zimning o'lgan zombimni yaratishim kerak. Men bu qishloqni o'lgani yomon ko'raman. Qani ko'rasizlar? Bu endi kim bo'ldi? Bu eski Mike. U bolaning ismi Mike. Xuddi menikiga o'xshash ekan. Mike bitta jinoyat qilib qo'ygani uchun qishloqdan haydalgan. O'shancha qishloqni qasosi olishda xohlaydi. Qishloqlar va qishloqdan. Mike. Yaxshi ism. Xuddi menikiga o'xshaydi, boya aytganimdek. Sekin berkinib turaveramiz endi. Hozir ozgina qoldi. Qani men damlamam. Damlamabdi tezroq to'g'risam. Bo'ldi. Bularni aniq o'ldiraman. Ulkan zombim bilan. Yur, Jidel, vaqti borda qochaylik. Qayoqqa qochamiz? Boshqa qishloqlarga ham xabar berishimiz kerak. Yo'q, xabar berish shart emas. Uyimni meni adashmasam uyimga hujum qiladi. O'sha uchun o'zimni uyimni himoya qilaman men. Turli xil narsalar bilan albatta. Hozir Mike degan bola ham bo'lar ekanda hayotda. O'zi qishloqdan qasosi bormish. Omborxonaga boraylik, o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. Hop, lavalar, albatta bizga lavalar kerak bo'ladi. Uyimizni atrofini o'rash uchun. Hop, shunchasi yetsa kerak. Bu yerda esa bloklar, yana bloklar, yana bloklar. Ketdik endi. Endi aniq meni anaqam yaxshi chiqadi. Tak, hozir buni lavani atrofi bilan o'rab chiqsam bo'ldi. O'xshaydi, aniq. Taniq o'xshaydi. Bu yerlarda ham tez kablaymiz. O'shani ulkan zombisi kelguncha bitirishim kerak. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Men epladim. Endi esa lavalarni quyib chiqamiz. Voyey, zombilarni bir ham yomon ko'ramanki, ayniqsa ulkanini. Bitta zarbada o'ldirib qo'yish mumkin. Mana shunday. Ketaveramiz. Bu yon olandi. Yaxshi. Hozircha ishimiz yaxshi ketyapti. Bu yerlarni ham o'rab chiqsak, mana shu narsani juda ham yaxshi ko'raman. Uyim yonib ketyapti-ku axir. Nima qilaman endi?
Voy, uyim yonmasin. O zombida himoya qilyapman unda. Uyimni keragi qolmaydi-yu, kasnitsamdi. Tez, kasnitsamdi, xullas nima bo'lsa ham. Tez, va nihoyat. Uyim yonib ketganligi chakki bo'ldi-da. Chempionlar Ligasi brutal final. Hammamiz biladigan o'yinlar. Oho, zombi. Do'stlar, ko'rdingizmi sizlar ham? Men ham ko'rdim kameradan. Albatta dronli kamera bor. Tak, endi nima qilaman? Qani chiqaylikchi. Zombi kelyapti o'ylab. Ko'rdilaringmi? Mencha bahaybat, o'ylaganimdan ham bahaybat-ku. Vashshi ulkan. Tushunyapsizlarmi? Meni kasnitsamga kelib bo'psan. Yana yonib ketdi. O'lib ketadi hozir, albatta o'lishiga. Hoppa. Shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerga kafeni qayerga qo'ysam ekan? Mana shu yerga qo'yib turay. Va nihoyat. Mana bu zombini qarang, oxiri o'lib ketsa